Mana ko'rib turibsizlar, Qozog'istonga shu og'aynilarimiz, birodarlarimiz ko'p savollar bo'ladi. Payvandni qachon boshlash kerak, qachongacha boshlash kerak, qachongacha qilsa bo'ladi. So'ng aytıyor. Ha. Nima qilish shart emas aka, bu yoqda olish shart emas. Biz o'zimiz biza qalamcha sotmaymiz, biza ishonch sotamiz. Biza kelajak sotamiz, biza daromad sotamiz. Xudo xolasa, hozir akamiz keladilar, kelganlardan keyin yana qolgan joydan davom ettiramiz. Kadr yo'q deysizlar. Yo'qlarsiz ostidan chiqadi kadr. Mening shodligimsan, bolaligimsan. Mening g'ussam o'zim, mening Assalomu alaykum, Uzumdan Million kanali muxlislari. Hozir biza Qoplonbek degan chegaraga turibmiz. Qozog'iston bilan O'zbekiston chegarasi. Hozir qozog'istonlik o'sha hozir beri manikyur finger bilan avatar qalamchalarini qozog'istonlik klientlarimizga yetkazish uchun o'zim olib keldim. Biz endi faqat qalamcha sotmaymiz, ishonch. Buni ham tekshirib ko'rib, birinchidan shu avatar bilan manikyur fingerda o'zimni kelajagini ko'rib, ishonib olibdilar. Mironbek aka bilan Baxtbek aka. Assalomu alaykum. Qomadingizlarmi? Yaxshimi? Hammasi zo'r. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi kelib qoldingizmi? Yaxshi, rahmat. Biza bu kishi chegaraga turibmiz-a? Chegara. Keling, men sizga kamerani to'qib qo'yay-da. Xo'p, bu kishi zakaz qilgan bog' qilmoqchilar shuni. Ya bak, 1 gektarga bak. 1 gektar bog'. Eski joy nima edi? Qaysi nav edi u? Eski bog', sort. Qaysi Taypa. Taypani urdiz. Payvand qilamiz, ya. Shu xulosaga keldingizki, manikyur finger bilan avatar navi kelajagi borligi uchun, ha? Ya, durust aytasizlar, ya. Shu navni tanladingiz. Ya, o'sha avatar manikyur finger, Lamborghini yaxshi. kelajak bor yuzimda bular. Yaxshi, ha? O'zingizga necha gektar yer bor? 1 gektarmi? 1 gektarni sal astam. Xudo xolasa agar bu ko'paytirish niyat bormi? Ya, niyat bor, ya. Qayerdansiz Qozog'istonni? O Sarıgaç rayonu. Ha? Sarıgaç rayonu. Sarag'och? Birinchi Qoplonbek. Ha, yaqin joyga, ha? Yaqin joy 1000 turg'unmi? 15-17 kilometr. Bizga 700 kilometr mana joyimdan. Buxorodan Ha, bo'lasizlarmi? siz Buxorodan. Qiziltepadan-da biz, Navoiy Qiziltepa. Buxoro chegara joyga o'zim keldim sizga yetkazish uchun. Biz o'zimiz ham o'zi bu yoqqa Qibraga ish boshladik. Bu yoqqa ham bir katta ish boshladik. Xudo xolasa biz shu yoqqa mehmon bo'lsalar shu qilamiz. Xudo xolasa. Yana nima deymiz? Sizga yetisham anaqa bo'ldi-yu, o'zi necha kundan bir kelamiz. Bir akam kelmay qoladi shu. Endi bugunga nasib etdi, ya. Tushunay. Siz bilan bir 5 oy 4 oydan beri gaplashamiz, ha? Kuzdan beri mana maslahat qilib endi bu yerga Xudo xolasa o'zingizda maslahat olib turamiz endi. Xudo xolasa. Necha mingta olaykan bo'lsangiz, necha mingta qalamchi olaykan bo'lsangiz, bir dona ichiga boshqasi chiqmaydi. Xudo xolasa bu ko'pga bormaydi. 1 yil ichiga natijasini aytadi, ko'rasizlar. Mana ko'rib turibsizlar, Qozog'istonga shu og'aynilarimiz, birodarlarimiz manikyur finger avatarlarni, to'yflarni yechib, kesib, yaxshi navlarga payvand qiliblar. Bular ham ko'rib olibdilar. Durust aytasizlar, ya. Sizlarga ham shu narsani tavsiya qilamiz. To'yflardan voz kechish vaqti davno kelgan, oldinroq kelganda bosish kerak. Yangi navlarga, talabgir navlarga. Bozor bor, bozorga tartatdim. Eksport bo'lib, talab bor navlarni bosish kerak. Agar yana biror xil nav kerak bo'lsa, hozir bizimga 125 xil nav bor. Bularni tajribadan o'tgandan keyin keyingi yangi navlar chiqib qolsa, men sizga tavsiya qilaman. Zo'r yaxshi navlar bor. Dunyoning har burchaklaridan eng zo'r navlarni keltirganmiz. Katta pullarga, Xudo xolasa uni tajribadan o'tkazib, akam aytgandilar, o'zingiz payvand qilib berasiz. Bizani payvandlarimiz o'zi 50 gektar joyga Surxondaryodan boshladik, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqandga etlarga o'tamiz. Zakazlarimiz 50 gektar, 52 gektar payvandimiz bor. Brigadamiz katta. Vodiydan, Toshkentlardan ham
zakazlar bor, lekin ulgura olmayapmiz. Seni Xudo xolasa keyingi yil shu shogirdlarni ko'paytirishga harakat qilaman-da aka. Lekin imkon qadar bu yilga mana videolarni ko'rib sirlarni ochamiz. Payvandchilar ko'paysa, Xudo xolasa Qozog'istonga ham agar talab bo'lsa, taklif bo'lsa, yuboramiz. Siz ham shu bizning videolarni ko'rib, hayvonlarni o'rganib, o'zingiz ishonch hosil qilib, o'zim qilaman deyapsiz. Harakat jazobatim savol. Shunaymi? Ko'rib, Xudo xolasa. Sizlarga nima deymiz? Olayotgan, boshlayotgan ishlaringizga Xudo baraka bersin. Bu navla ko'karib, yaxshi hosillar bersin. Yaxshi pullarni tayyor qilib keting. Aytganingizga Aqchalarni tayyor qilib keting. Tangalarni tayyor qilib keting. Mayli, rahmat sizga. Yaxshi, Sog' bo'ling. Rahmat. Charchamang. Maslahat qilib turamiz. Gap yo'q. Xo'p, prямой. Tamam, bemalol. Kommentariyaga har bir kommentariyani kim yozsa ham hammasiga javob beraman. Tekshirib ko'ringlar. Birorta xabar javobsiz qolmaydi ham Xudo xolasa. Hammasiga vaqtim bo'lmasa ham javob beraman. Rahmat. Xo'sh, Baxt aka. Savolingizni ayting. Ya buni tiqqangizda ishga qarab. Bir boshdan ayting. Bir so'm aytgangizda u. Ana, ishkana qilayotganda men qalay tiqadi, qalay so'ng qo'yiladi, so'ng tushuntirib bersin menga. Sizni ko'chatsiz necha yillik? 4 yillik ko'cha. Qalinligi qancha bor aniq ko'rsating? Mana sredniy o'sinday, o'rtacha. O'rtacha o'sha 10 litrlik baklashgan og'zi yo 50 lik turbada, ha? Shunday o'shaman. Shuncha chiqadi, ha? Sredniy bu. Sredniy. Bunga aytibdilar akam, Iskana payvandi. Iskana payvandi ana shunga ikkita qalamcha ursa bo'ladimi deyaptilar. Bunga ikkita qalamcha urib bo'lmaydi. Bitta uriladi. Bitta uriladi. Chunki ikkitasini ursangiz, ikkitasini ham plotniy qisib qolmaydi. Qattiq qisolmaydi. Shunga bittasini urganingiz yaxshi. Bittasini chiroyli qilib, o'sha sirtini baravar qilib, keyin iskanani tortasiz, plotniy qilib qisib oladi. Agar bu tarafda sal kattaroq bo'lsa, bunga imkon qadar ikkita ursa bo'ladi. Uni ham qalin navda tanlanmaydi. Bunga ham muhim. 4-6 sm, 8 sm qancha o'zi. Qalinligi ruchkadan sal qalinroq bo'lsa ham bo'ladi. Juda ham qalin bo'lsa bu qisib qolmaydi. Keyin imkon qadar 4-5 ta kurtaklik bitta qo'yib yuborganingiz yaxshi. O'sha yerda 15 sm pastiga 15 sm ketadi uni. 15 sm. Ketadi. Keyin uni tepasini mana do'ngcha qilib qo'yadi. Nima deysiz sizlarga do'ngchani? To'proq uyib qo'yadi-da. To'proq uyib qo'yadi. O'shanga bitta kurtak tepasiga chiqib qolsa bo'ladi. Eng to'min 3 ta qoldirsa bo'ladi, 3 ta kurtak. Eng kami 3 ta qoldiriladi. Shuni ham bittasini joyiga chiqarib tepaga chiqariladi. Shu ham suvda tayyor qolib ketmasin. Baribir hozir keyingi jarayonlarni hozirda o'ziga tushuntirib berib bo'lmaydi. Videolarni kuzatib borsangiz, shu yil hammasini natijalarini olib boramiz. Qanday holatga bo'lish, sug'orilishi qanday bo'ladi? Bo'ldi. Hozir bugun chislo nechi? 5 mart. 2026-yil 5-mart, ha? Xudo xolasa bu 6-martga chiqishi mumkin. Ko'p savollar bo'ladi. Payvandni qachon boshlash kerak, qachongacha boshlash kerak? Qachongacha qilsa bo'ladi? So'ng aytib. Hozir mana tabiat sovuq, yomg'ir, ha? Ertaga 2-3 kundan keyin juda ham minus ko'rsatgan, qor ko'rsatgan, shu regionga. O'sha region. Bu nima degani? Tabiatni sal orqaga qaytaradi. To'xtatib turadi. Salqin bo'ladi. Uyg'onishni orqaga qaytaradi. Bu dehqonlar uchun yaxshi. Shoshmasdan ulgursa bo'ladi ko'p ishlarimizga. Buni yana videoga aytamiz. Po'sti payvandni oxirgi muddat bu qachon to'xtatish kerak? So'ng aytib ber. Qachon to'xtatish kerak? Buni deylik, bunga o'zi tushuntirib berib bilamanmi yo'qmi? Payvand qilishdi, iskana payvandni qachon to'xtatish kerak? Buni imkon qadar tushuntirishga harakat qilaman. Mana shu tok kundaysiz, ha? Kesdingiz. Urgan paytingiz iskana bilan urasiz, mana iskana deylik, shuni urdingiz, yorildi. Buni o'zagi bo'ladi, keyin po'sti bo'ladi, ha? O'zagi bilan po'sti bir joydan ajralsa, bir joydan yorilsa,
payvand qilsa bo'ladi. Bir joy bo'lganda qalay? Bitti. Sizga siziq bo'ladimi? Urgan paytingiz o'zagi bilan po'sti bir joydan yorilsa, Ha, treshina. trishina bo'lsa payvand qilsa bo'ladi. Lekin urgan paytingiz o'zagi bu yoqdan ichi yorilsa-yu, po'sti mana bu tarafdan Ha, adilni bu. Adilni bo'lsa- O'zingning bir bo'lib kerak-da. Ha. Bo'l. unga vujud to'xtatish kerak, unga olmaydi. Buni keyingi videolarga amaliy qilib ko'rsatib ham beramiz. Bo'l. Tushunibdi. Baxt aka, savollar bormi? Yo'q, bo'ldi, rahmat. Tushunarli. Sizga katta rahmat. Yaxshi. Sog' yedik. Endi qaytamiz.